Katta mashina haydaydigan degan aka-ukalarimiz uchun Kia Sportage mashinasini olib kelib qo'yganmiz. $1400 boshlang'ich to'lov bilan hamma xarajat ichida bo'ladi. Undan tashqari boshlang'ich to'lovsizdan tortib boshlang'ich to'lovgacha hamma mashinalarimiz bor. Pastki nomerga telefon qilib to'liq ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Iloji boricha Sergeli Indexga joyimizga kelinglar. Tepasida ko'rib mashinalarimizdan tekshirib olib baraka qilsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib olish esinglardan chiqmasin. Trekker mashinasini so'ragan aka-ukalarimiz uchun $300 dan lukli trekkerlarimiz bor. $500 dan bor xohlasanglar 2023lari. Kia Seltos mashinasini so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun $600, $400, 10 oy tonirovkalari bonus bizdan. Yaxshi 4 ta ballonlari ham bonus. Hyundai Tucson mashinalarini so'rayotgan aka-ukalarimiz uchun $700 bilan, $400 boshlang'ich to'lov bilan, $400 boshlang'ich to'lov bilan Monza mashinasi qora rangda. Yana qanaqa mashina kerak? Hamma turdagi mashinalarimiz bor. Bu mashinamiz ham $400, Elantra $600. Gibrid mashinalar yoki elektromobil kelayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun boshlang'ich to'lovsiz, bir tiyin xarajatsiz Chazor mashinasi bor. Luksus pozitsiyasi, lukli pozitsiyalari $700 dan bor. Boshlang'ich to'lovsiz Chazorlar bizda har doim bor. Haydamayman degan opa-singillarimiz uchun yoki aka-ukalarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. Hyundai Sonata mashinalarimizdan oqini olasizlar ham, qorasini olasizlar ham $600 dan luksus pozitsiyalari bo'ladi. $900 dan lukli pozitsiyalari bo'ladi. Hyundai Sonatalarni ham ko'rib kelib tekshirib tanlab olsanglar bo'ladi.